yig'layapti. Bolasi yig'layapti. Dilfuza. Voy, aylanib ketdi. Va alaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Sog'lig'ing yaxshimi? Charchamay o'tiribsizlarmi? Voy. Nima qildi? Nega ko'kardi yana? Yana urdimi? Qani iflos. Uyda dam olibdilar. Ona men gaplashib chiqay bu nomard bilan. Qo'y, qo'y. Qo'ycha, unaqa qilma. Unaqa demang. Har holda bolalarim otasi. Mana qara. Bor, narsalaring yig'tir. Ketamiz uyga bu. Yo'q, ayajon, men hech qayerga ketmayman. Men uyim shu yerda. Qachongacha shunaqa yashaysan? Qachon kelsa g'urbat, qachon kelsa yig'i-sig'i ko'kargan, o'zi ko'nglimiz sezgandek kelib Pizlovga qara. Shunaqa yurishiga qarab turaveramizmi? Bir nima qilish kerak-ku. Bor narsalarni yig'ishtirman, sen bunaqa nomardlar bilan yashab Yo'q, akajon, men hech qayerga ketmayman. Hamma sal narsaga ketib qolaversa, ozgina narsaga urushib, ajrashib ketaversa, bu hayotmi? O'zingizdan qiyos mana. Keyin bilan arzimagan narsaga ajrashib ketdingiz. Ikkinchi turmushingiz bilan yashayapsiz. Jabrini bo'lsa jiyanlarim ko'radi. Nima, aka? Meni ham bolalarim qiynalishini xohlaysizmi? Oyjon, o'zingiz aytardingiz, turmushni mushti bo'ladi, chidagan baxtli yashaydi deb. Nimaga endi o'zingiz bizni ajratmoqchi bo'lyapsiz? Undan ko'ra, kiringlar uyga, osh qo'ydim. Qizim, senga tarbiya berishda adashmayapman, jonim bolam. Qizingiz ham o'zingizga o'xshagan Qaysarda ona.